tomonidan ajratilayotgan kreditlar bo'yicha qisqacha tushuntirib o'taman. Bugungi kunda mahallada biznes nomli kreditimiz mavjud. Ushbu kredit 3 yil muddatga 6 oy imtiyoz davri bilan 5000 AQSh dollar ekvivalentigacha, ya'ni bugungi kunda 65 million so'mgacha ajratiladi. Bunda aylanma mablag'ni to'ldirishga ham ajratsa bo'ladi. Ya'ni 18 oy muddatga. Ya'ni oziq-ovqat do'koni yoki o'sha aylanma mablag'ni to'ldirish uchun ishlayotgan tadbirkorlarga juda qulay. Kredit foizi 25% yillik stavkada. Agarda ayol tadbirkor bo'lsa 24% dan ajratiladi. Endi ko'pchilikdan ko'p savollar tug'ilyapti. Yangi tadbirkor bu ochilsa berasizmi yoki 1 yil oldin ochilgan bo'lsa tadbirkorlikka berasizmi deganda 1 yil oldin ochilgan bo'lsa ham beriladi. Faqat 2024-yilgi moliyaviy natijalar to'g'risida hisobotini zarar bilan yakunlanmagan bo'lishi kerak korxona. Va o'sha ustav agarda mas'uliyat cheklangan jamiyat oilaviy korxona bo'lsa, ustav fondi ta'sischilar tomonidan belgilangan tartibda shakllantirilgan bo'lishi kerak. Bundan tashqari yangi ochilgan korxonaga ham beriladi. Ya'ni bunda kredit ta'minoti sug'urta kompaniyasining kredit xatnasi xatlari sug'urta polisidan ajratiladi va ko'char va ko'chmas mulk garov ta'minoti ham talab etiladi. Pulni ajratish shakli agarda tadbirkorning o'zini istagi bilan pulni ko'chirish yo'lidan, ya'ni ko'pchilikni shartnomasi bor qo'lida, qaysidir ta'minotchiga pul o'tkazish kerak bo'lsa, o'sha kreditni o'sha ta'minotchidan hisob raqamiga o'tkazib beramiz va tadbirkorni asosiy hisob raqamiga ham o'tkazib beramizda. Bunda tadbirkor naqd pul cheki orqali asosiy hisob raqamidan naqdlashtirib olsa bo'ladi va o'sha belgilangan maqsadda foydalanadi. Yana bundan tashqari bugungi kunda o'sha davlat dasturlari doirasida TP 312 sonli qaror asosida kreditlarimiz mavjud. Bu bo'yicha hozir so'z navbatimizni yo'ldan akaga beramiz. Qisqacha tushuntirib berishadi. Bizdan kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi bo'yicha 312 sonli xizmat qarori bo'yicha kreditimiz bor. Bunda kredit summasi 300 million so'mgacha, ya'ni 100 million so'mga garovsiz, qolgan 200 million garovda. Bunda kredit mablag'i aylanma mablag'lar to'ldirish uchun 18 oy muddatga beriladi. Loyihalar amalga oshirish uchun 84 oy, 7 yil muddatga beriladi. Bunda foiz stavkalari har bir hudud toifasidan kelib chiqib 19% dan 23% gacha. Ya'ni bizda endi Ohangaron shahar birinchi toifa hudud bo'lganligi uchun kredit foizi 23% dan kredit ajratiladi.